Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ana so'raganlar uchun labimiz keldi, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha hozir bir qator tanishtirib o'taman. Xo'p. Bortning uzunligi 1.80 ga 1.30, chuqur bortdan hisoblanadi. Zapaska balonlari bor. Balon razmerlari 5 ga 12, akkumulyatorlari 78likdan 6 ta bo'lishi kerak. Xudo xolasa hozir ko'rib beraman men ham. Taglari, tag qismlari 1800 miya. Motor ham 1800. Tag qismlari. Arqa oldi 7 tormozda ushlaydi buni. Arqa oldi 7 tormoz. Salon holatiga keladigan bo'lsak. Xo'p, pedallar. Tormoz pedal bor, ruchnoy bo'ladi. Mana bu gazi. Mana monitorda yopilgan bo'lsa kalitini. Bu oldinga harakatlanish D, albatta. Mana zadniga nima qilganda kameralari bor, kameralar ishlaydi. Xudo xolasa hammasi joyida. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarni yozib qoldiramiz.